Assalomu alaykum hurmatli Yakson taksi haydovchilari. Hozir sizlarga programmamizni qanaqa uстановка qilishni boshidan boshlab to'liq ko'rsatamiz. Birinchi o'rinda Play Marketga kirib olamiz. Taksi televoditelь deb yozamiz. Buni uстановка qilamiz. Programmamiz uстановка qilingandan so'ng открыть tugmasini bosib, programmamiz asosiy menyusiga kirishni boshlaymiz. Kirganingizdan birinchi sizga o'chiradigan qism bu haydovchilar programmasini sizning telefoningizga uстановка qilayotganda GPS qurilmasini ishlash-ishlamasligi haqida ma'lumotlarni tekshirish bu. Programmaga kiramiz. Разрешить в любой rejimni bosamiz. Kirganimizdan keyin происходное приложениeni bosamiz. Bu yerda разрешение degan bo'limi bor. Разрешение bo'limiga kirib, местоположениеga kirib, har doim ishlaysiz. Разрешить в любом rejimga bosa olamiz. Keyin qaytamiz orqaga. Bu chiqqandan so'ng yana приложение работani bosamiz. Keyin bu приложениemiz asosiy menyularga muzika yoki bironta qismlarni hammasiga ishlashga ruxsat berishni so'raydi. Buni ham разрешить qilamiz. Keyin приложениemiz kirish uchun ruxsat berishni so'raydi. Unga ham bosamiz va asosiy menyuga o'tadi. Va bizga mana bu asosiy bo'lim keladi. Bu asosiy bo'limda o'zbek tilida войдите kirish, registratsiya hozir ro'yxatdan o'tish. Biz onlayn ro'yxatdan o'tayotgan har bir haydovchilarimizni ikkinchi qator qora yozuv bilan chiqarilgan registratsiya bo'limiga kirishdan davom ettiramiz onlayn ro'yxatdan o'tishda. Bu yerda biz qisqacha ma'lumot berib o'tilgan, ya'ni buning uchun taxminiy vaqt, tekshirish vaqti 24 soat. 24 soat ichida sizga serverimiz javob beradi va sizga ismi tariqasi javob keladi. Bu yerda SNELS, ya'ni shaxsiy raqam yoki JSHR. Bu programmamiz to'ldirayotgan mobaynida SNELSdan SNELS so'raladi va SNELSda JSHR yoki shaxsiy raqam kiritishingiz kerak. Принимаемni bosamiz. Va anketa kandidati bu qaysi bo'limlarda, mana водитель bo'limi, avtomobil bo'limi, fotosмотр. Водитель bo'limida haydovchilar haqidagi ma'lumotlarni, haydovchi bo'limidagi ma'lumotlarni to'ldiramiz. Misol uchun kirganimizda водительni bosamiz. Kirganimizda birinchi ism familiyamiz so'raladi. Ism familiyamizni to'g'ri, to'liq qilib kiritamiz. Ism familiya to'ldirganimizdan so'ng data rождениemiz, biz o'zimiz tug'ilgan kunimizni kiritamiz. Xo'p, kun, oy, yil kiritamiz. Keyingisi bu yon tarafda, o'ng tarafdagisi bu erkak kishi yoki ayol kishi kirayotgan tomonni bildiradi. Erkak kishini bosamiz. Adres приложения. Bu yerda sizning turar joying, manzilingiz kiritiladi. Buni iloji boricha to'liq kiritish kerak har bir odam. Keyingi bo'limda telefon raqamingizni so'raladi. Telefon raqamingizni ustiga bosib, o'z raqamingizni to'liq kiriting. Telefon raqamingizni kiritganingizdan so'ng SNELS so'raladi. SNELSda bu har bir odamning o'zining shaxsiy identifikatsiya raqami bo'ladi. Bu pasportingizning orqa qismida yoki pravangizning oldi qismi, rasm turgan qismining 5-raqam qismida bo'ladi. 14 raqam. Bu yerda raqamingizni kiritasiz. Raqamingizni kiritib bo'lgandan so'ng keyingi bo'limga o'tasiz. Keyingi bo'limda pasport ma'lumotlari, ya'ni bunda serial raqam, pasportingizda serial raqam bo'ladi, o'sha serial raqamni kiritasiz. Va kim tomonidan berilgan qismiga o'tganda bu pasportingiz qaysi ichki ishlar bo'limi tomonidan berilganini bildiradi. Bu yerda qaysi tuman bo'lsa, o'sha tumaningizni pasportingiz orqa qismida yozilgan yoki kimlarningki eski pasporti bo'lsa, eski pasport asosiy rasm qismi emas, qarama-qarshi qismidagida, tepa qismida berilgan bo'ladi. Keyingi bo'limda esa pasportingiz qachon berilganligi haqida ma'lumot. Bu bo'limda yana sana kiritasiz, kun, oy, yil. Misol uchun shuni kiritasiz. Kiritganingizdan so'ng yana keyingi bo'limga o'tasiz. Haydovchilik guvohnomasining serial raqami bu rasm turgan qismidan 5-bo'limida bo'ladi. 5-bo'limida boshida A, F yoki shunga o'xshash qo'shimcha harflar bilan yozilgan bo'ladi, ikkita harf bilan yozilgan bo'ladi. Keyingi haydovchilik guvohnomasining tugash vaqti. Bu haydovchilik guvohnomasining orqa qismida, ya'ni har bitta bo'limida A toifa, B toifaning oxirgi qismida tugash vaqti bo'lganidek, bunda ham xuddi o'shanaqa qilib tugash vaqtini berib qo'yasiz. Keyingi turkum bo'limi bu har bir haydovchiga qanaqa
guvohnoma olganini, misol uchun A, B toifa yoki B, C toifa yoki C, D toifa, o'sha toifalarni hammasini kiritib chiqasiz. Agar sizda hamma toifa bo'lsa, A toifani, B toifani har birini kiritib chiqishingiz kerak bo'ladi. Bu yerda marka, har bir haydovchi mashinaning markasi Chevrolet yoki Daiwa yoki Mercedes-Benz shunaqa markalar bo'ladi. Bu bizniki ko'pincha har doim Chevrolet yoki Daiwa atrofida bo'ladi. Shuning uchun markaga Chevrolet tanlaysiz. Chevrolet tanlaysiz. Modelga, misol uchun sizda Gentra bor. Gentraga biz Gentra deb Gentra deb yozasiz. Mana Gentra chiqadi. Yoki sizda Nexia bor. Nexia yozsangiz Nexia chiqadi. Siz har birini o'zingizdagi mashinangizda texpasport yozilgan nima yozilgan bo'lsa o'sha narsani yozib to'ldirasiz. Buning narsani to'ldirganingizdan keyingi bo'lim rang bo'limi. Bu rang bo'limida texpasportda nima yozilgan bo'lsa o'shani yozasiz. Misol uchun texpasportda kul rang yozsangiz, kul rang bo'limidagi ma'lumotlar chiqib keladi. Misol uchun kul rang stolnoy, kul rang temno seri. Bu texpasportda nima yozilgan bo'lsa o'shani yozishingizga kerak bo'ladi. Kirganingizdan so'ng davlat raqami. Bu davlat raqami sizning mashinangizning davlat raqami. Misol uchun davlat raqami 01 A 001 A bo'lishi mumkin. Bitta harf qo'yib qo'yasiz oxirida. Keyin chiqarilgan sanasi, nechinchi yil mashinangiz nechinchi chiqqan? 2000-yilda. Keyin yana davom ettirasiz, keyinchalik bo'limni bosasiz. Keyingi bo'lim fotosurat tekshiruvi. Bu har bir bo'limni, ya'ni transport vositasi texpasportda, yo'qolsa oldi orqasini, haydovchilik guvohnomasini oldi orqasini bo'limini hammasini rasmga tushirganingizdan so'ng mashinangizning oldi orqa qismini, ichki salonini va orqa yukxonasini ham tushirishingiz va eng oxirida yuzingizni tushirib bizga jo'natishingiz kerak bo'ladi. Har bir qismga e'tibor berasiz. Asosiy bo'lim mana shu bo'lim, rasm bo'limi. Bu yerda sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz, mashinangiz ma'lumotlarini hammasini tekshirish uchun bu bo'lim ishlab chiqarilgan va bu bo'limni to'ldirib bo'lganingizdan so'ng keyinchalik bo'limni bosasiz va hamma bo'lim mana bizning xizmatimizdan boshlanishidan anketani to'ldirishingiz kerak bo'lgan bo'lim. Hamma kechga bo'lgandan so'ng shaklni yuboring bo'limiga kirasiz. Rasm yuborilmoqda formatini yopmay turing. Bu siz bir necha daqiqa kutib turishingizni iltimos qilib qolamiz va shu mobaynida sizning ma'lumotlaringiz bizga serverimizga kelib tushadi. Siz mana shu qismga e'tibor berasiz. Ketib qolmang hech qayerga. Bu yerda asosiy qismni haydovchilik telefon raqamlarini asosan kiritishingiz kerak bo'ladi va sizning profilingiz tekshirilmoqda bo'limi chiqqandan so'ng siz bemalol chiqib o'zingizni xohlagan ishingizni qilishingiz mumkin. Ya'ni bizga ma'lumotlaringiz kelib tushdi, bizning serverimiz siz ma'lumotlaringizni tekshiradi va sizga SMS orqali javob beradi. Kuningiz xayrli bo'lsin, sog' omon bo'ling.